$28,900 Equinox mashinasini eng full pozitsiyalardan bittasi e'lon kelib qoldi. Hozirdan videoga bitta like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Mashinamiz 57,000 probeg, 2022-yil kraskalari top toza. Mashinamizga propan, tabletka gaz ballonlarigacha uстановка qilib qo'yilgan ekan. Ham benzinda, ham propanda olib, maza qilib haydab yursangiz bo'lar ekan bundan buyog'iga. Mashinamiz Natarskiy dokumentlari tayyor. Eng qizig'i, Primoy egalaridan mashinani xarid qilyapsiz. Qoraqamishli okaxonlar bormi? Qoraqamishli okani mashinalari sotilyapti desam, menimcha adashmagan bo'laman. Mashinamizga 4 ta bunaqa sezonli archa ballonlarigacha taqib qo'yilgan. Tonirovka ruxsatnoma olib qo'yilgan. Propan gaz ballonlarigacha uстановка qilib qo'yilgan. Kuzovlari bo'lsa dodda holatda o'tiribdi. Kelib mashinani haydab ko'rib, barakasini qilib olib ketursangiz bo'lar ekan. Salon qismlari ham chotki holatda turibdi. Sidenalarni bitta ko'rsating. Mana qarang. Orqa sidenalari deysizmi, oldi sidenalari deysizmi? Sidenalarimizda Abduf Abagrev, panorama tom, xudo xolasa oke kojinli salon. Pamit sidena, elektronniy sidena, mamyolar полностью koja deb qarang. Dodda sostenib turibdi. Qiziq bo'lsa, pastda Primoy egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qiling, to'liqroq ma'lumot oling, kelib haydab ko'ring, mashina yoqsa, barakasini qilib olib ketursangiz ham bo'ladi. Rahmat kattakon, joningiz sog' bo'lsin.